Hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, Elmuzlikon kanalining kuzatuvchilari, mana bugun biz 6 aprel Ishtixon tumaniga tashrif buyurdik. Qolaversa, shoira onajonimizning payg'ambar yoshlari bilan tabriklash maqsadida farzandlari nomidan tashrif buyurdik. Azizlar, bizni kuzatib boring. Bugungi xizmatimiz chiroyli o'tadi degan umiddamiz. Biz boshladik. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam o'ltirib yonimda yotgan, bu mening onam, bu mening onam. Har bir dard cheksam yonimda o'ltirib yotgan, bu mening onam, bu mening onam. Qushtinsa tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim. To'xtama toki yurak uryaptimiz. Mehmondir tanangda boshdan ham, ko'p uchrar yo'lingda yaxshi yo yomon ham. Istasang to'g'rilar har boshqaga iloj, samonga boqmasak boqmas samon ham.